Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar tovondan mashkal boshgacha. Onangni emgurlar. Dadajon, qaribim qo'yilmas ekan sizda. Yosh bolaga o'sha pomidor sanab o'tirishingizni qarang-da. Keling siz bilan bitta erkakchasiga gaplashib olaylik. Ye onangni emgir. Kelinim ulimdan mujik. Nima gaping bor, gapiraver. Xullas, hamma pensiyangizni Rohat xolamga tashitganingizdan xabarim bor. Voy, o'ldim. Bir hafta meni aytganlarimni qilsangiz, Rohat xolam o'zim sizga kelin olib kelib beraman. Jonim kelinim. Hamma narsaga tayyorman. Uylansam bo'ldi. Faqat bu gaplarni o'g'lingiz bilmasin, tushundingizmi? Bo'ldi gap yo'q. Ona qizim, o'zimga super kelak kuyib svalka qilib beraman. Qanday burger? Mash barbekü burgerinchi zo'rda o'lim. Ona qizim katta qamoq. Turay choy damla. Ha, dadajon. Nimagadir 2 kundan beri tinmay choy damlagim kelyapti. Bitta damlachi xana chiqarib-kuna. Seni traktor представляет. 4 kun qoldi, joningdan rohat oy. Yaxshilab arting dadajon, hali ishlar ko'p. Hamma kirlarni birato'la olib chiqing kelin. O, 2 kun qoldi, 2 kun. Kecha gaplashdim-ku, nimaga o'ladi? Ona qizim bitta tuzini ko'rib. Hey, yig'layapsiz? Qarindoshimiz o'lib qopti. Hammamizda boshimizda bor-ku. Sabr tilayman. Kim o'libdi, ona qizim? Rohat xolam o'libdi. Ilohim, joylar jannatdan. Nima? Men rohatim o'libdimi? Nimaga o'ladi? Shum qadam kelin, bir haftadan beri it olib meninglarda ishlaringni qilyapmanmi? Nimaga o'ladi? Menga rohat topasan, tushunding, bilmayman. Hamma joyda qoramini chiqarib, baqir-chaqir qo'raman. Biqillataman topmasang, rohatini ko'raman deganimda pishibdi-da. Bo'lmasa men rohat oldi ko'maslar. Men ham o'zimni o'ldiraman. Oh, yo'q berdi. O ben bullshit. Rayhona beda nima qilyapsan qizim? Uyda ayam bilan dadam romantika qilyapti. Men chiqarib yuborishdi, bobo. Yo, onangni emgir. Yurchi baqa, ikkovi o'rtasiga katta sovuqchilik tushiraman. Qish qilib qish. Ya. Ana, bu yoqda pagil ekanda Rayhonani chiqarib olib, ha? Ona qizim, xolodilnikka qo'ygan 8 ta pomidorim qani? Dadajon, jig'ildonim qaynagani uchun yegandim. Rayhon! Bobojon. Ha, ona qizim Rayhon? Yuringda zo'r joyda boshlandi. Yo, onangni emgir. Nimani boshlashdi? Yurchi. Ye, onangni. Ibosiz o'lim, boshingga simli ro'mol o'rab olsang yarashardi. Bobojon, kiyimlaringizni qaysi sumkaga soling? Ye, nimaga ona qizim? Ayam bilan dadam sizni qariyalar uyiga bermoqchi. Men ham siz bilan ketaman. Siz yashamayman, bobojonim. Yo, onangni emgir. Sen bor ekansan, men hech qayerga ketmayman. Gazini qo'shamiz billalashib. Bobo! Ha, Rayhona? Ayam bilan dadam sizni aldab, restoranga ketmoqchi. Hozir borib mazza qilib ovqatlanamiz. Dadajon, o'g'lingizni tishi yomon og'riyapti. Yirilib ketibdi. Siz ham e'tibor bermaganingizni qarang-da. Yomon og'riyapti, dada. Tez yur doktorga. Ha, tishiga o'ryaptimi? O'sha tishingni bir-bir muzlatib og'rimaydigan qilib qo'yaman, tushundingmi? Qizim, sen tepaga chiqib uylar tozalab, musorlar to'kib kelib o'tir. O'lim, sen muzdek suvda mashinani mo'yka qil. Tishim og'riyapti-ku, dada. Menga pofik, mo'yka qil. Yes! Ali, assalomu alaykum. Dastavka aytavmidingiz, keldim. Yaxshi, 16 ga olib chiqing. 16-etaj? Ha, 16. Bo'ldi, hozir olib chiqib beramiz-da, aka. Rayhon, tush ishni boshladik. Keling aka, nima xizmat? Dastavka chaqiruvimiz aka. Qiynalib bo'lsa ham olib keldik-a. Namcha hansirayapsiz? Erkakchilikda, yigitchilikda aybi yo'q deyshadi. Halol mehnatda katta bo'lganmiz, zinadan chiqdik. Lift ishlab turibdi-yu. Nima shunda lift harommi? Adashmasam o'tgan safar ham siz olib kelgandingiz-a? Yuring-da ichkariga. Yuring, gap bor. Rayhon, Ho, tog'a.
ichkariga olib kirib hozir. Bu ishlaringni tashanglar deb 10 ming dollar pul berib yuborsa, ya? O joyingda. Sur ketdik. Zo'r burgerda mana shu. Siz shu ahvolda barbeki burgerda ishlayapsizmi? Ha, endi biz ham o'lay deb odamlarni qosh havoga qarab bir so'm qo'shib berar, mehnat haqqimizga deb yuribmiz-da, aka. Yaxshi emas bu ahvolda ishlashingiz. Boshlig'ingiz nomerini bering-da, hozir bir o'zim gaplashib qo'yaman. Mashina umr. Rayhon, endi biz ham tepaga ko'tarilib ketamiz. Alo, qanaqa odamlarni ishga olyapsizlar? 3 safardan beri bitta nogiron menga dastavka olib kelyapti. Ko'rinishda ham bir mashtaga ham o'xshaydi. Va ishtahalarimni bo'g'ib yuboryapti. Ya, onasini emsin. Insofing, vijdoning bormi, jon uka? Shuncha rasxod qilganman, aravani arendaga olganman, ey. Piyoda chiqmasdan liftda chiqib ko'rmabman. Buni qora ko'zni qara. Shularni baqaman deb yuribman. Sal insofing bormi? Nogiron ko'rinishdagi nogiron emasmisiz? Yo'q, sen ham odam ko'rinishdagi odam emas ekansan-ku. Chiq qizim, ketdik. Pastlarga ketmagin, past otamga o'xshab ulamagan bari. Pes. Shantaj, hamma joy shantaj, Mana tuxum. Ye shuni. Ayasi bir haftadan beri tuxum qovurib beryapsan. Men tovuq aylantirmoqchimisan? Odamlarni xotiniga o'xshab osh qilib bergin-da, osh yeylik. Hali osh yegilari kelib qoldimi? Kunda kunora o'rtoqlaringiz bilan dumlamalar yeysiz, shashillar yeysiz, oshlar yeysiz. Ayda biz yegan tuxumdan ham keyin endi. Seni tiling chiqib qopti, ayasi. Seni ayam gazingni qo'shib ketmasa, senlarni kaliting qaynada, qarab turgin. Allo. Aya, yaxshimisiz? Biz yaxshi emasmiz-da. Keliningiz rosa sizni hidingizgacha sog'inibdi. Bir gazini qo'yib qo'ying mana. Mana. Kim? Oyjonmi? Voy oyjonim, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Voy oyjon, kelmaysizlarmi? Sog'inib ketdim. Kakras bugun osh qilganman. Ah, hidlarimni tuxumlar ham qo'shganman oyjon. Voy o'g'lingiz bilasiz, jicha narsaga qizishib ketaveradilar. Ah. Hozir Kelinimni xafa qilma, qisib o'tir, eshak. oyjon, kelinglar, xo'pmi? Bo'pti, sog' bo'ling. Yomon xamilyonsan, ayasi. Ikki tarafga qanaqa ulgurib rol o'ynaysan? Ajab bo'pti. Bor suvlonga o'xshamasdan eshik jiringlayapti, qara. Yo'qol. Assalomu alaykum odajon. Yaxshimisizlar qizim? Yaxshi. Qana uni darmetkiyo. O'tiribdi, dangasa ish yo'qmas, ish buyurib. Ha, sota qo'za. Ye, assalomu alaykum, ishongan bog'im, suyangan tog'im, jonajon qaynatam. Uzra, ozgina kitob mutolaa qilayotgandim. Mana shu yerda ham yozibdi. Otalar poyidan cho'lpillatib o'pish kerak debdi. Hosila Rahimova. Dadajon, xush kelibsiz. Qaysi deriza ochiq qoldi ekan, Fayzi baraka kiryapti uyimizga desam, qaynatam dadajonim kelibdi-da. Yaxshi ko'rgan kuyovimsiz. Siz kelganingiz biz uchun bayram. Ayasi, oshni ding'illab tezroq. Dadajon, hayotda bunday narsalar bo'ladi, qarang. Juda xursand bo'laman biz uyimizda.